Qo'yin go'shtidan bir afg'on qozonda zo'r narsa tayyorlaylik. Maza qilib tayyorlaysizlar, ishoninglar. Maza qilasizlar. Yaxshi insonsizda qadrdon. Havoni qarang, shunday havo joylar sizlarga ilinamanda. Taomda ham. Ish boshlashdan oldin kayfiyat ko'tarish uchun chef Bo'rni shonib yaratgan naggetsi Farg'ona shahar markazida. Tatib ko'rasizlar, kelasizlar. Ustashi. Qarang qadrdon, bo'yin go'shti 2,5 kilolik qo'y bo'yin go'shti. Buni ko'pchilik 4 soat, 5 soat, 6 soat, 7 soat, darshi yarim sutkalab pishirishadi. Shuni biz tez pishiradiganni sizlarga taklif qilamiz va o'rgatib inshaalloh chiroyli qilib opisiyaniyada grammlarni yozib qoldiramiz. Bizga kerak bo'ladi 2,5 kilolik qo'y bo'yin go'shti va 2 kilocha hozirgi svejiy kartoshka. Shu sariyog' kerak bo'ladi, ish davomida hammasini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi yuvib, yaxshilab afg'on qozoniga bosamiz. Afg'on qozoni har bitta xonadonda bo'lish kerak. Taomingizni tezlashtirib beradi. Xo'pmi, esdan chiqmasin. Niagara shasharalarida oqib tushayotgan suvlarda chaqib olasizlar, xo'pmi? Go'sht solamiz. Tak, qarang, qadrdon. Suyak bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi-da, suvi kraxmalli bo'ladi. Suv so'rayapsiz. Lavroviy list. Havo mazza ekan lekin. Kommentariyada yozib qoldiringlar, biz qayerda syomka qilyapmiz. Menimcha mana shu hududda ko'rakka obunachilar bitada biladi. Tabga ko'ra tuz ham soldik, tayyor. Ana endi buni gideta 2 piyola yengil suv quyamiz, shu bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorib qo'ying. Yopamiz. Buni biz bilasizmi? 4 soat, 5 soat qaynatilayotgan taomni nari borsa 1 soatda pishiramiz. Inshaalloh. Avvalo Allohim yuzimizni yorib tursin. Yiqilganlar oyoqqa tursin, больницada yotgan bemorlar bor, musofirda yurgan bemorlar bor. Barcha dard egalariga yaratgan ekan shifo bersin. Farzandsizlarga yaratgan ekan farzand ne'mati bilan siylasin. Yaxshi inson. Esingizdan chiqarib qo'ymang shuni. Bo'ldi, qaynatishni davom ettiramiz. Gideta 1 soat, 1 soat u 20-25 va 1,5 soatdan mas past olovga qo'yamiz. Hozir bitta qaynatib olamiz. Keyin past olovga qo'yamiz, cho'g'i bilan biq qilib yotaveradi. Mazzaligini qaraysiz bu. Bizde energiyani qarang, energiyani. Salat chabanga o'xshatib bir narsa tayyorlaymiz. Kubik qilib. Oddiygina, soddagina, ayni qo'y bo'yin go'shtiga mos. Bismillah. Sıkıdış.
Go'shtimiz qaynayapti, salab ketyapti. Bundan keyin kartoshka amandin, kichkina mini kartoshkalarni yog'da o'zida qovuramiz. Chiroyli qilib al dente qilib, qadrdon. Qayerda kuzatyapsiz? Salomatmisiz? Salatimiz tayyor, go'sht pishyapti. Kartoshkalarni soyda suvda yuvib, chiroyli yog'da qo'rib olamiz. Operatorimizdan juda yaxshi inson, Alloh rozi bo'lsin, ota-onasiga rahmat. Bu mini kartoshkalarni yog'da qizdirmaysiz. Походу pesna. Billa qizib ketaveradi, shunda haligi ko'jasi qatib, haligi bir ichi xom bo'lib qolmaydi, medlendan cho'tib ketaveradi. Sobirjon, salto otaymi? Otay aka. Qancha berasiz? Yoshlikda otardingiz-ku. Hop, tutun ketsin. Ketdi. Suvga otaver suvga. Ha, bo'ldi, yumshoq otishasiz suvga. Bunaqa men. Qo'ysizlar. Bu qattiq duryapti-yu. Qadrdon, biz sizlarni hurmat qilamiz. Qo'ldan kelgancha tabiat qo'yinida sizlarga kontent yaratishga harakat qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Qo'l ko'zlar ko'rmasin. Yaxshi insonsizlar axir. Qaynayapti, tayyorlanyapti. Qadrdon, har bir o'tayotgan vaqt unumli, har bir o'tayotgan vaqt go'zal. Tanajoningiz sog', oilangiz tinch. Ha? Bundan oshiq muhabbat qayerda bor? Mana shuda hayot. Zavqlaning, shavqlaning, g'ayratlaning, taomlaning. Chef Ponshon jamoasi doim sizlar bilan. Bo'ldi bas deyman, quloq solmay yana. Qaynayapti. Qarang, qadrdon. Agarda qizib turgan yoqqa tashlaganingizda bunaqa bo'lmasdi. Mana to'rishkali bo'lmas, ko'ryapsiz mana. Tekis bo'lib pishdi, ideal time bo'lib. Ana endi afg'on qozon keladigan bo'lsak, afg'on qozonda ham texnika bezopasность degan narsaga rioya qilish kerak. Qaynagandan keyin baland olovda qaynatmaslik kerak. Bug' chiqib ulgurmay tortiladi. Ishoning, opasniy narsa. Yoshlar barcha qilmas kerak. Buni ishlatishda ham qonun qoidasini bilish kerak. Albatta qaynab bo'lgandan keyin past qilib, mana shu ko'ryapsizmi tutun chiqishini, bug' chiqishini. Mana shu holatda sho'rasiz. Bo'ldi, bundan ochiq chiqmas kerak. Opasniy narsa. Do'stlarim Rossiyaga ketyapti. Oqyo'l. Ko'rishamiz. Kartoshka issiqligida tabga ko'ra tuz, yengil tuz, ozgina maslka slivish maslolari. Issig'ida o'zi erib ketadi. Qarang, tabga ko'ra ozgina bundoq qilamiz-da. Вообще bomba. Cho'g'da ko'maysiz-ku, tandirlarga cho'qqa ko'miladi, xuddi shunaqa tam bo'lib. Bir yarim soatdan keyin uzoq masofada turib, mana qarang. Ne qilib ko'tarasiz? Ko'tariladi o'zi. Bu tushunyapsizmi? Qo'lda ko'taravermay bilib bo'lmaydi-da. Hushyor bo'lish kerak. Hushyorlik davrtada. Gazi chiqib bo'ldi, pari. Sekin ochamiz. Bismillah.
Вот, безопасно. Bismillah. Mana qarang. Istilishini qarang mana. 1 soat 20 minutda. Bash. Mana. Botir do'stim doim yonimda, Alloh rozi bo'lsin, umringiz bo'lsin. Har bir insonni chin do'stlari ko'paysin, ha? Salomga. Wow, yording bo'la. Istilishni qarang. Bismillah. Tamam. Qadrdon, bunaqa pikniklarga, shunaqa oila va do'stlar bilan chiqqaningizda albatta tayyorlab ko'ring. Tez pishadi. 1,5 soat vaqt ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Yaxshi inson. Paka.